Savaştaşlar, aldıdan barlıq hanım kızlarının bugünkü bayramının oңuшлuk bir xoşal olup ketmesimi, xoşalsız ötmeslikini ümit kılıma. Ama onun bayramı mübarek olsun. Bugün şu Milato grupta biz Erayal degan temini koygan, şunun bayramlık sözleyeli dep. Bu Erayal degan bu leksiyanın temisi asli. Bizden şu dershanamızga yeniden salmakçı olgan muhabbet tili degan çoğ hacimlik dersemdi bu. Şu dersinin bir kısmı hemdi. Mundaq aytkanda tek sözlep bakmagan ders başka edi. Şonsulny bayramlık sizlerge muşu dersini soqunmakçı oldum hemdi. Hamda bu muhabbet tili degan nima? Okşamagan dövletdeki adamının özüň tili boladı. Hamda okşaş bolmagan dövletiniň adamy mesela bir-biriniň tiline düşenmey alaqymyky täs bolgan gepde. Mesela sizler tilini düşenmeydigan bir dövlet görüp seydüküne kirip şoqlanmakçı olap onun üzerinin tili bilen şoqla deseňler, şoqlaly men şoqla deseňler o sizlerge lazı verse lazı aldığa okşaydı. Düşenmeydi de o peraz kılıdı. Çünkü siz birisinin tilini düşenmegende çokum peraz kılslandı. O lazı verirdi. Sizler bu lazıdan okşal olmayslandı. Bunu elip okşal olmağını kögen bu lazı elip okşal olmağını kögen seyçi umumda okşal olmaydı ve düşünemeydi. Belki umumun narazı olsun mümkün. Erayallah otursudu mu, muşdan okşaydıgan muhabbet tili buldu savaştaşlar. Ayallah mı özünün tili boyunca özü muhabbet his kıldıgan til boyunca erge özünün onu yaxşı görüganlygyn ifadeleydi. Biroq mu özünün muhabbet his kıldıgan tili boyunca ayalga ifadeleydi. Biroq yaxşı görüganlygyn ifadeleydi. Biroq ikilisi karşı taraftan yaxşı görülgendek his kılamdı degan mesele var. O mu yaxşı görüganlygyny ifadeledi, bu mu yaxşı görüganlygyny ifadeledi. Gap ikisi bir-birisining ifadelagan tili boyunca yaxşı görülgen ikisi bir-birisidan yaxşı görülgendek his kılamdı degan savol belgisi var. Bir vınqoba. Amaliyotda bu balalar bilan ata-ana o'rtasida şu. Har qanday ata-ana balani yaxşı gördü. Onun özüne yaxşı görüganlygyn har xil usulda ifadeleydi. Biroq balaço degende ata-ananyň özüne yaxşı görügandek his qılmaydı. Neticede nurgun balla muhabbetsizlik halı şekillendi. Şuna okşaş erayallardı mı muhabbetçilik oldu savaştaşlar. Muhabbetçiliki qurqulunub ketken vaqtda asas şartdan adamlardan psixologik çataq çıkıdı ya komsa ailesinden çataq çıkıdı deyin ki. Hem de nurgun mesele şu muhabbetsizlikten bir xil ifadesi. Muhabbet degan nima? Muhabbetni nurgun adamlar güzel tasvirleydi. O hem güzel narsa, biroq muhabbet zat nima? Nurgun adamlar bilmeydi. Muhabbet deganimiz savoqdaşlar qo'rqishning yo'qolgan vaqtini biz muhabbet deymiz. Bu nuqtaga ketgan vaqtda odamlar ayollar o'tirsida er ve ayolning bir-birisiga muhabbet izhor qilishi qarshi tarafda qo'rqishni yo'q qila olganda ikki taraf muhabbetlik his qildigan gap. Ama gerçi ayollardagi qo'rqish o'rtaq bo'lsa-mu, ya'ni mazaq qilinishdan qo'rqish, ayblanishdan qo'rqish,
tashlanishdan qo'rqish, yaxshi ko'rilmaslikdan qo'rqish, rad qilishdan qo'rqish qatorliq qo'rqishlar o'rtaq bo'lsa-mu, ammo bu qo'rqishning darajasi bo'yicha ayollarda yana nurg'un farqlar bo'ldi, hisoblashlar. Bo'libmi ayollarning shu Jinhua Shilishu deymiz, tez taraqqiyot nazariyasi bo'yicha insonlar bak uzun ibtidoiy holatda yashag'achqa, ya'ni o'rmon oldida yashag'achqa, shu yashash jarayonida ayollarning mijoz xarakter va qo'rqishlari o'zgarib ketgan. Ayollarning necha yuz ming yil anda yashaganda ayollarning shu ko'pinchasining u davrlarda hayot qilish qolmasligi er bilan munosabatda butunlay erga tayindi. Shu tufayli ayollarning hayot qilish erga tayinib qolg'achqa erdan ayrilish o'lim bilan barobar bo'lib qolgan. Bu xil arxetiplik qo'rqish ayollar psixikasida ta hozirga saqlanib qolgan. Gerçi hamda ayollar hozir hamda erni ayriliq qolsa yashavagan bilan qo'rqish yanla shakllanib qolgan. Erlarda cho'disa, erlarda ko'pincha asosli bularning faoliyati hayvonlarni tutish, hayvonlardan qochish va o'zining yashayotgan muhitida bir xil raqobatchanlik bo'lg'achqa bularning qo'rqishidimi ayollardan farqlangan joylar bor. Demak, ayollar o'rtasidagi nurg'un muhabbat izhor qilish mushun cho'r deb ma'nodamdi. Shunga bugungi darsda biz qisqa qilib mush ayollar o'rtasidagi o'xshamagan muhabbat tilini bir aql so'zlab chiqamiz. Avval biz ham shu ayollarning muhabbat tilida to'xtalamiz. Ayollarning birinchi muhabbat tili nima deganda sirdishish. Ayollar sirdishishni intayin muhim o'ylaydi. Hech bo'lmaganda o'zining ichki dunyosidagi barliq gaplarni o'zining yaxshi ko'radigan odamining anglab bilishini, uning g'amra bo'lishini eng jiq umid qiladigan gap. Hamda ayollarning o'zi ko'pincha gudugan ayollarda eng bearam qiladigan bir tuyg'u hamda yolg'izlik tuyg'usida. Buni elchidimi deb berganman. Bir men burun elchidimi bir deb ketgan bir erning bir gapini men uyga kirib xotun deb atiladigan bir yolg'izlikni ko'rdim. Uning men qarashlari qishda shivirgan sovuqdek mening badnimdagi haroratni elib ketdi deydigancha. Demak, nurg'un ayollarda gudugan bo'ldi. Hamda bu balliqidagi qaqaldi hamda shu vaqtdagi darajasiga asosan ba'zi ayollarda kuchliq bo'ldi, ba'zi ayollarda ojizroq bo'ldi. Kuchliqlarda yo'ldishi uningdan bir mut orliq kesimi kunxon, tashvishlanish, gumonlanish, ansirash paydo bo'ldi. Bu xil andish va tashvishlarni erni uning ko'proq amro bo'lish orqali tanishayman deb erda erlar eng qo'rqadigan yeshugan. Ya'ni shu kontrol qilib olgandek, uni egallab olgandek tuyg'uni shakllantirdi. Ba'zi ayollarda bu hujra sal yinik bo'ladi. Ammo shunday bo'lsa-mu, yanla yo'ldishning uningga hamroh bo'lishini orzu qildi. O'zi yaxshi ko'radigan odam 24 soat hamroh bo'lsa-mu, ya'ni yetarlik emasdek his qildi. Ammo agar erlar muhabbat tilini to'g'ri ishlatib, ayollarda yaxshi ko'rilgandek muhabbatlik hissiyotni shakllantira olganda, ondan eri bo'lmagan taqdirdami, er tarafidan yana yaxshi ko'rilgandek tuyg'uda xotirjam yashaydi. Ammo bu xil tildagi o'xshash bo'lmaslik erlar qancha qilibmi ayollarda
qarshi tarafning haqiqiy yaxshi ko'radiganidek his tuyg'uni eklamaydigan gap. Shunga gudugan tufayli ayollarda bir xil uning endi o'tirib hamrohlab uning bilan paranglashishni eng muhimi o'zining ichki hissiyotlarini o'rtoqlashishni muhabbat deb qaraydi. Chunki ayollar ko'pincha ichki dunyosidagi eng nozik yerlarni o'zining yaxshi ko'radigan odamga yoki do'stiga deb berish orqali o'ziki nurg'ulg'an yali degan qo'rqishlarni yo'q qildigan gap. Shunga o'zi shundoq bo'lg'achqa erlardimmi erlarning qandoq bir ish pishig'i kelishmaslik o'ngsizliklarni ayollar o'ziga deb berishni orzu qildi. Chunki ayollar uchun bu bir xil muhabbat hisoblanadi. Shundoq bo'lganda muhabbatlik his qildi demakchi. Biroq erlar uchilib aytganda bu xil biz buni open up deymiz. Qalbini ichish deymiz. Undaq acizliklarni, kelishmasliklarni, yetersizliklarni deb berishni erlar bir xil ojizlik deb qaraydi ham. Erlarning birdan bir o'ylag'ini ayolning oldida, har qanday ayolning oldida kuchli bir obraz yaratish bo'lganligi uchun bu xil open up qalbini ichib berish uning yaratayotgan obrazining ichida yo'q bo'lg'achqa obraziga qarshi bo'lg'achqa erlar odatda demaydi. Bu xil ahvol ayollarda erim ishonmaydigan, erim meni yaxshi ko'rmaydigan degan tuyg'uni shakllantirib muhabbatchilikda bir tal muhabbatni kamtaydi degan gap. Ikkinchisi ayollar alohida kunlarga intayin ahamiyat berdi. Chunki ularning ko'z qarshida bir odamni yaxshi ko'rsa, uning munosabatlik uchurlarni unutib qolmaydi deb qaraydi. Bu o'ylig'inimi xato emas ma'lum hisobda. Shu nuqtadan ayollar to'lg'an kun deymiz, to'y qilgan kun, ushlash kun, u kun bu kun, zukam bo'lib qolgan kun, pravosning numeri degandek narsalarni o'zining yaxshi ko'rgan odamining esida saqlaydi. Hargiz unutib ketmaydi. Va shu vaqtlarda qarshi tarafni tabriklash yoki sovg'at berish orqali o'zining yaxshi ko'rganligini ifodalaydi. Ammo erlar uchun bu bir kichik ishlar ma'nisiz, hech qanday bir ahamiyati yo'q o'ylab oldi. Amaliyotda buning ayollar uchun ahamiyati intayin zo'r bo'ldi. Ham shundaqla ayollar o'zidagi nurg'ulg'an kichik o'zgarishlarning o'zining yaxshi ko'rgan odam tarafidan bayqilishni orzu qildi. Yangigan kiyim deymiz, chechini yangi sotgan bo'lsa yoki ishlatgan maylarni almashtirgan bo'lsa, ishqilbash o'zgarishlarni o'zining jo'rish tarafidan bayqilishni shunda orzu qildi. Baksat orzu qildi. Agar hamda aqlliroq erlar bo'lsa, bu tas emas amaliyot ayollarda muhabbat his qildirish. Ayollar muhabbatlik his qilgan vaqtda erlar o'zi xotirjam, rohat bo'ldi aslicha. Nurg'un ayollarning erlarning ko'ziga kirib kelishining sababi amaliyot shu muhabbatsizlik amaliyot. Uchinchidan odam tug'ma shuhratparast bo'ldi zotish. Erlarmi shu, ayollarmi shu. Ammo ikkilisi bu xil shuhratparastlikni to'ldirgan yeri o'xshamaydi. Ayollar ko'pincha o'zining jo'ris orqali bu xil shuhratparastlikni to'ldirmoqchi bo'ldi. Shunga do'stlarning orasida yoki ishqib atrofidagi ijtimoiy aloqa chemberi ostida uni uningga ayxu qilishini, uning o'zini yaxshi ko'rgan ifodalashni gung ommiy rayonlarda yaxshi ko'rgan ifodalamasmi, kuyindiganligini ifodalab ayollardagi bu xil shuhratparastlikning o'zim bir xil qo'rqish emasmi? Buni to'ldirgan vaqtimi ayollarda bir xil yaxshi ko'rgandek his qildigan gap. To'rtinchi, har qanday bir ayol mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, mayli 10 yosh, mayli 90 yosh bo'lsin,
Onun içinde yanında bir küçük kız bala mevcut oldu. Her qanday ayol balalik davrida dadasi tarafidan yetarli akiltishga erishilmaydi. Chunki dadlar qizig'imi ayol sifatida ehtiyotla muomala qildi. Erlar ayollardan qo'rqib turdi. Kontrol qilib oldi meni deb. Ham arlanmaydi, ham yiqilisholmaydi. Shu tufayli har qanday bir qiz bu xil akiltishdan iborat kam qolgan ehtiyojni o'zining yaxshi ko'radigan odam tarafidan har qanday ayolchimi mayli u bovshov bo'lsin, mayli kayfang bo'lsin, mayli kam so'z ishmijoz bo'lsin, mayli tashmijoz bo'lsin, har qanday bir ayol akiltishni yaxshi ko'rdi. Bir qitimliq akiltish ayollardagi nurg'un muhabbatsizlikni o'ngshey oladi degan gap. Ham nurg'un ba'zi aqlli erlar bu nuqtani yaxshi tushunganda shu ayollar o'rtasidagi ko'pincha ziddiyatlar xato to'g'ri o'tirsa bo'lmaydi savoqdoshlar. Faqat bilimsiz ahmaq ayollar sening to'g'ri, mening to'g'ri bilan o'takida bir umrcha. Chunki ayollar o'rtasida ziddiyat xato va to'g'ri o'tirsa bo'lmasdan ikki to'g'ri o'tirsa bo'ldi-chu. Ikki to'g'ri o'tirsa ziddiyat mangu tugmaydi-da. Buningmi to'g'ri, buningmi to'g'ri. Shu aqlli erlar odatda sening xato, mening to'g'ri. Chunki ayollar tipikli hissiyotlar mang'di emasmi? Shu o'rniga akiltib qo'ysa, voy debla quchoqlab qo'ysa, ayollarning amaliyotda shundoq o'ng'ay muhabbatchiligi ayollarninkini to'ldirish va o shundoq o'ng'ay, bak o'ng'ay. Uni jiqishmi ketmaydi, ammo erlar buni bilmagachga o'ziga nurg'un narsani besim qilib olgan. Erlar tug'ma ayolim mendan norozi degan tuyg'uda bo'ldi-chu. Ayolni quchoqlamayotgandek, norozi qilgandek, mendan norozi, mendan rozi emas degan tuyg'u 99% erda bo'ldi. Bu xil tuyg'u har qanday ayolni ko'rganda qo'zg'alganlik uchun erlar amal va ayoli bilan bu xil tuyg'udan qochib, nurg'un erlar ayolni yanında turishni yaxshi ko'rmaydi. Bu ayol yaxshi ko'rmaydiganlikdan emas, tuyg'uni yaxshi ko'rmaydi. Yine so'zlaymiz bunu. Chunki erlar ko'pincha erlarda fuzi eg'ir bo'ldi-chu. Bo'lib mana onasini tilg'asi bek ochiqlaydigan erlarning ko'pinchisi gunohkorlik tuyg'usiga petib qolgan bo'ldi. Ular qaramoqqa onasini bek yaxshi ko'rgandek, onasini tilg'asi onamni tilg'a ammo deb ketgandan bo'lsa, onasi yaxshi ko'rganlikdan emas. Bir xil onasiga yetarlik deymiz. Yetarlik qilolmayotgan tuyg'uning ichida yashaydi-chu. Eng qo'rqinch tuyg'udan. Shunga onasini tilg'asanglar endi ochiqlash orqali o'zidagi ochiqni o'zining o'ziga bo'lgan ochiqni ifodalaydigan. Shunga bu xil tuyg'uni epjugashga ayolig'imi buni proksiyalab ayolim mendan norozi, rozi emas degan holatda yashaydi. Bu tuyg'uni bir bo'lsa ayoldan jiroqlash orqali yoki sirtqi boshqa birisini tepish orqali hal qilsa, bir bo'lsa ayoliga har xil xushalliqlimida bir ishni qilib boqdi. Bu qiyg'indan teg'bi yaram bo'ldi. Men kontrolga qoldim. Ayolim kontrol qilib oldi. Menga bir tiniq og'idek bo'shliq yo'q. Mening o'zimning shaxsiy bir erkin turmushim yo'q deb uning tek norozi bo'lib, men shunday yaram holatda yashaydi ko'pincha erlar. Demak, 4-muhabbet dili ayollarning akil 5-chi shu deganda